Erkaklar diqqatiga tez hojatga chiqasizmi? Peshob tomchilaydimi? Pastki qorinda og'riq bormi? Erkaklik quvvati pasayganmi? Bu oddiy holat emas. Vaqtida chora ko'rilmasa, prostata muammolari jiddiy asoratlarga olib kelishi mumkin. Yechimi bor. Prostamix Turkiya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan 18 xil tabiiy giyohli kuchli formula prostata muammolarini bartaraf qilishga 100% yordam beradi. Hoziroq 55 kodi bilan 503-2200 raqamiga qo'ng'iroq qiling va Turkiya mutaxassisdan bepul maslahat oling. Faqat bugun birinchi marta murojaat qilganlarga 50% chegirma bor. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Hafta ko'zgusi agentligining xabar qilishicha 6-iyulga o'tar kechasi Rossiya Ukraina va uni poytaxti Kiyevga yangi ommaviy hujum tashkil qildi. Hafta ko'zgusiga ko'ra Rossiya havodan Kiyev va Ukrainadagi bir qator infratuzilmalarga Sirkon, Kalibr, shuningdek X-101 raketalari orqali zarba berdi. Hozirgacha e'lon qilingan axborotga ko'ra Rossiya bu safar Sirkon gipertovushli raketalari bilan Kiyevdagi gidroelektrostansiyani nishonga oldi. Bundan tashqari Ryadovka agentligining ma'lumotiga ko'ra Ukraina poytaxtida 6-iyulga o'tar kechasi 15 daqiqa ichida 15 ta yirik portlash sodir bo'lgan. Poytaxt portlashdan keyin qora tutun ichida qolgan. Halokatli tomoni shundaki, Ryadovkani ochiqlashicha, Ukraina qurolli kuchlari Kiyevga kelayotgan Rossiyani Sirkon raketasini urib tushirish paytida kechirib bo'lmas xatoga yo'l qo'ygan va Patriot zenit raketasi poytaxtdagi ko'p qavatli uylardan biriga kelib urilgan va Ukraina tomon ko'p qavatli uyga berilgan zarbada allaqachon Rossiyani ayblashni boshladi. Ammo bu raketa Rossiyaga emas, balki Ukraina havo mudofaa tizimlariga qarashli Patriot zenit raketasi hisoblanadi. Ukrainaga tegishli yana bir agentlik Deep State'ning xabariga ko'ra esa 6-iyulga o'tar kechasi Rossiya havodan Ukrainaning sobiq prezidenti Petr Poroshenkoga tegishli bo'lgan Roshan kompaniyasiga ham zarba bergan. Deep State'ni qo'shimcha qilishicha, Rossiya Ukraina poytaxti Kiyevdan tashqari 6-iyul kuni tongda Chernigiv va Kirovograd viloyatlaridagi muhim infratuzilmalarga ham ballistik raketalari orqali zarba berdi. Bu esa mazkur viloyatlarni zarbadan so'ng alanga ichida qolishiga sabab bo'ldi. Aytgancha, Ukrainaning 5-iyul kungi tungi hujumlari oqibatida Sevastopol shahri elektr energiyasidan butunlay uzilib qolgan. Sevastopol gubernatori Mikhail Razvajayevning RIA agentligiga ma'lum qilishicha, Ukrainaning energetika infratuzilmasiga qilgan hujumi natijasida Sevastopol shahri vaqtincha elektr ta'minotisiz qolgan. Ijtimoiy ahamiyatga ega obyektlar esa zaxira elektr ta'minoti tizimiga o'tkazilgan va mutaxassislar uy-joylarga elektr ta'minotini qayta tiklash ustida ish olib bormoqda. RIAning Rossiya Mudofaa vazirligi hisobotiga tayanib bildirishicha, Ukraina armiyasining bir kunlik barcha frontlardagi yo'qotishlari 1470 nafar askarni tashkil qildi. Ukraina Moliya vazirligi rasmiy saytidagi ma'lumotga ko'ra esa, Rossiya qurolli kuchlari 5-iyul kungi janglarda 1290 nafar askar yo'qotdi. Endi Putin bilan Trampni telefon orqali muloqotidan so'ng Qo'shma Shtatlarni Boltiqbo'yi davlatlaridan o'z armiyasini olib ketayotganiga oid xabarga yuzlanamiz. E'tiborli bo'ling. Britaniyaning Bloomberg agentligining axborotiga ko'ra, amerikalik harbiylarning asosiy qismi 5-iyul kuni noma'lum muddatga Estoniyani tark etgan. Bungacha esa Estoniya janubida 500-700 nafardan iborat Amerika Qo'shma Shtatlari harbiy kontingenti joylashgan edi. Bloomberg agentligiga ko'ra, hozir ularning soni 100 nafardan ham kam qolgan. Ma'lum qilinishicha, bu navbatma-navbat almashish jarayoni bilan bog'liq. Biroq uni amalga oshirish Amerika Qo'shma Shtatlari qurolli kuchlarini Yevropadagi ishtiroki bo'yicha yakuniy qaror qabul qilingunga qadar to'xtatib turilgan. Bu qaror yaqin 6 oy ichida qabul qilinishi mumkinligi kutilmoqda. Avvalroq Washington o'z harbiylari va harbiy texnikasini Litvadan ham olib chiqayotgani haqida xabar berilgan edi. Shuningdek, Bloomberg agentligi ma'lumotiga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari Yevropadagi razvedka va zarba beruvchi dronlar sonini ham 75-100% ga qisqartirishni rejalashtirmoqda. Bloombergning yakuniy xulosasiga ko'ra, bu harakatga Putinni ogohlantirishi sabab bo'lgan va Amerika Qo'shma Shtatlari Boltiqbo'yi davlatlari, shuningdek Yevropa uchun Rossiya bilan frontga kirishni istamaydi.
endi Polshani parlamentdan yashirin tarzda Ukrainaga qurol berishni to'xtatish haqidagi xabarga o'tamiz. Diqqat bilan eshiting. Rech Pospolita agentligining ma'lum qilishicha 5-iyul kuni Polsha mudofaa vaziri 2022-2026 yillar davomida Ukrainaga berilgan barcha qurol-yarog'lar haqidagi ma'lumotlarni maxfiylikdan chiqarishga buyruq bergan. Bu qaror hukumat parlamentni xabardor qilmasdan Kiyevga Patriot raketalarni topshirgani to'g'risidagi xabardan keyin qabul qilindi. Bu ma'lumot Polsha Seymida katta bahs-munozaralarga sabab bo'ldi. Parlament endi o'zini roziligisiz qurol-yarog'ni boshqa davlatga berishni taqiqlovchi qonunni qabul qilishni rejalashtirmoqda. Polsha mudofaa vaziri Vladislav Kosiniak-Kamishning aytishicha, Ukrainaga yashirin tarzda qurol yetkazib berish avvalgi hukumat davrida boshlangan bo'lib, bu haqda mamlakatning amaldagi hamda sobiq prezidentlarni har biri o'sha paytda xabardor qilingan. Ammo ularni hech biri parlamentdan ruxsat so'rash haqida o'ylab ham ko'rmagan. Bu degani bundan keyin Varsha va Kiyevga agar parlament rozilik bildirmasa, hech qanday qurol bermaydi degan gapdir. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfovlan bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.